Burun zina qilganlar qudurashsa bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Birisi bir ayol bilan zina qilibdi-ekan, keyin har ikkilisi boshqasi bilan to'y qilibdi. Amdilikda har ikkisining boshqa er va boshqa ayoldan bo'lgan bolalari cho'ng bo'pti va o'zaro bolalarini o'ylab qo'ymoqchi bo'pti. Bundaq qilishga bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Zina qabih jinoyatlarning biridir. Uni qilib salgan kishi qattiq tavba qilib, undan keyin zinodan saqlanishi kerak. Bir ayol burun zina qilgan er bilan qudi bo'lmoqchi bo'lsa, tuvandagi ahvollarga qaraymiz. Birinchi, agar zina qilgan ayolning bolasi qudi bo'lmoqchi bo'lgan kishi bilan qilgan zinodan bo'lmay, boshqa birisidan nikoh yoki zinodan bo'lgan bo'lsa, bu farzand burun u ayol bilan zina qilgan erning boshqa ayolidan bo'lgan farzandi bilan to'y qilsa bo'ladi. Chunki bu ahvolda cheklama yo'q. Hatto shar'iy nikohiga ilib talaqini berayotgan ayol boshqa erga tegib bolasi bo'lsa, burunqi er u ayol bilan qudi bo'lsa bo'ladi. Shundaqla o'gay qizini o'g'liga elib bersa ham bo'ladi. Alloh taolo nikohlanish harom qilingan ayollarni tilga olgandan keyin yuqorqilardan boshqa ayollarni nikohlab elishinglar halol qilindi degan. Nisa surasi 24-oyat. Nikohlanish harom qilingan ayollar qatorida otasi burun zina qilgan ayolning qizi yoki otasining o'gay qizi yo'q. O'gay qiz faqatla shu o'gay otaga harom bo'ladi. O'gay otaning o'g'liga emas. Chunki Alloh taolo o'gay qizlaringlar degan. Otanglarning o'gay qizlari demagan. Imom Ibn Abidin mundaq deydi. Otasining o'gay qizi yoki o'g'lining o'gay qizini nikohlab olsa haloldir. Otasining o'gay o'g'lining qizimi shundoq. Imom Ibn Qudama mundaq degan. Otalar va o'g'illar nikohiga olgan ayollarning qizlarini nikohlab elishi haloldir. Buningga asosan er kishi otasi va o'g'lining o'gay qizini olsa, Alloh taolaning yuqorqilardan boshqa ayollarni nikohlab elishinglar halol qilindi degan oyatiga asosan durust bo'ladi. Zina, tuqqanchilik va to'y qilishni harom qilishda nikohdan tuvan to'ydigan bo'lg'achqa, nikoh orqali billa bo'lgan ayol bilan keyincha qudi bo'la oladigan bo'lsa, zina qilgan ayol bilan keyincha albatta qudi bo'la oladi. Ikkinchi, bir ayol bilan zina qilgandan keyin u ayol ashu zinadan farzand tuqqan bo'lsa, zina qilguvchi er shu farzandini keyin olgan ayoldan bo'lgan farzandga nikohlasa, ko'pchilik olimlarning qarashida durust bo'lmaydi. Ya'ni bir ayolidan topgan o'g'liga burunlarda boshqa bir ayoldan zinadan topgan qizini elib bersa bo'lmaydi. Imom Ibn Qudama mundaq degan. Er kishiga zinadan topgan qizini, zinadan bo'lgan hamshirisini, zinadan bo'lgan o'g'lining qizini, zinadan bo'lgan qizining qizini, zinadan bo'lgan qarindoshining qizini, zinadan bo'lgan hamshirisining qizini nikohlashi harom bo'ladi. Mazkur savolga yana bir yandan qaraydigan bo'lsak, zina sababidan nikohlanish harom bo'lib ketamdi degan masalada olimlar o'rtasida qarash o'xshashmasligi bo'lgan. Zina boshqa bir ayolni elishni harom qilib o'tmaydi degan ba'zi qarashga asoslansak, ikki oila bir-biridan butunlay yot. Burunqi u zina u ayolning keyin topgan farzandini bu erning farzandiga harom qilib o'tolmaydi. Zina boshqa bir ayolni elishni harom qilib o'toladi, ta'sir ko'rsatadi degan ko'pchilik olimlarning qarashiga asoslansak, er shu ayoldan zinadan topgan qizini, u ayol boshqa erdan topgan qizini va u ayolning onasini ololmaydi. U ayol bu erning o'g'liga, otasiga tegalmaydi. Ammo u ayolning qizi bilan bu erning o'g'li yanla to'y qila oladi. Natijada bularning to'y qilishiga qarta kelgan biror cheklama bo'lmagandan keyin bu aslidagi muboh holatda qoladi. Yuqorqilarga asosan shu zinadan bo'lgan farzanddan boshqa u ikkalarining boshqa er va boshqa ayoldan bo'lgan farzandlarini o'zaro o'ylab qo'ysa bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 52 numaralı fatva.